birga narsa o'stiramiz. Mana bunaqa idishim bor, spetsialniy. Ichiga har xil zelen o'stirsa bo'ladi. Biz lekin mana xohlasangiz mana bunaqa mosh narsalar o'stirsangiz bo'ladi. Bular hammasi o'sadi. Hozir ko'rsataman. Ichiga solasiz. Juda ko'p solmaslik kerakda, chunki oshib ketadi. Shuncha solamiz, ichiga suv solamiz. Filtrdan o'tgan suvni solamiz. Endi buni 24 soatga qo'yib qo'yamiz. Birinchi 12 soatga qo'yamiz, ustini yopib. 12 soatdan keyin suvni to'kib, qaytadan yana suv solamiz. Bu ertasi kun soat 6 bo'ldi. Mana aka. Buni to'kamizda, qaytadan suv solamiz. Endi idishga solamiz. To'ldiramiz mana bunday. Mana shunaqa qilib qorong'i joyga qo'yib qo'yamiz. Mana bu 3-kun уже, qaranglar. Wow! Уже narsa o'sib boshladi. Qaranglar. Zo'r. Yana suv qo'yib qo'yamiz endi. Suvni almashtirish kerak. Chayamiz. 4-kunmi, 5-kun bo'lib ketdi. Bu juda tez o'smas ekan. Boshida sekin o'sar ekan. Siz xohlasangiz oddiy idishga ustiga marli qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bunaqa idishingiz bo'lmasa, lekin buni qarang, qanaqa zo'r. Oshib ketdi. Butun bir banka to'lib ketdi. Zo'rg'a chiqardim. Zo'r o'sgan ekan o'zi ham. Bu juda ham foydali salat, lekin hammaga ham yoqmasligi mumkin bu salat. Keyin issiq suv solasiz ustiga. Bitta chayasizda, keyin bitta piyoz yaxshilab qovurilasiz. Ustiga solasiz. Shunaqa salatingiz ustiga solinadi. Keyin ustiga kunjutni yog' solasiz. Xohlasangiz soyavoy sous soling. Menda yo'q edi. Keyin tuz, perec xohlaganingiz soling. Ba'zilarga yoqadi, ba'zilarga yoqmaydi. Koreyaga borib kelgan, Yaponiyalarga borganlarga ko'plarga yoqadi. Koreyskiy salat desa ham bo'ladi.